Nega oldingi davrdagi odamlar hammasi chiroyli, bo'yi baland kelishgan bo'lgan, hozirgi zamondagi odamlarning yarmidan ko'pi semirgan, qorinli, besunaqay bo'lib ketgan? Birinchi sabab, hamma narsaning ichida shakar bor. Yeyotgan narsangiz ichida uglevodlar ko'payib ketgan. Ularning kaloriyasi ko'pligi uchun siz ularni ko'p yeb qo'yasiz. Shirin bo'lishi uchun albatta shakar qo'shilgan. Ikkinchi sabab, transjirlarning ko'pligi. Bulochka, non, hamma narsaga transjirlar qo'shilgan. Bu esa semirishga sabab bo'ladi. Uchinchi sabab, oldingi odamlar hamma harakat qilgan. Oddiygina bog'chaga yoki maktabga borish uchun uzoq joyga piyoda borilgan. Hozirgi kunda yaqindagi magazinga ham mashinada chiqilyapti. To'rtinchi sabab, uyda ovqat tayyorlangan, tabiiy ovqat tayyorlangan. Hozirgi kunda hamma narsa dostavka va eng ko'p tarqalgan beshinchi sabab, uyquni, xotirjamlikni yo'g'i. Siz oddiygina tinchlanib, uxlab, xotirjam bo'lsangiz, kamroq ovqat yeysiz. Lekin siz hozir Instagramda o'tiribsiz. Shuning uchun uyqu qisqargan va sizda gormonlar o'zgarib ketgan. Semizlikning sabablarini o'zingizdan qidiring va ozishga harakat qiling. To'xtang, Instagramdan chiqib ketmang. Shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun obuna bo'lib, keyin chiqib ketsangiz bo'ladi.